Assalomu alaykum. Madaddan 5 daqiqa dasturimizni davom ettiramiz. Murojaatchilardan kelib tushgan savollarni o'qib eshittirsak. Assalomu alaykum. Kecha Telegramda o'qituvchilarga uy-joy sotib olish uchun subsidiya beriladi degan yangilik o'qidim. Shu rostmi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 19-fevraldagi 69-son qaroriga asosan ipoteka krediti bo'yicha boshlang'ich badalning 25% davlat byudjeti hisobidan qoplab berilishi belgilandi. Oliy malaka toifasiga, ya'ni bosh o'qituvchi lavozimiga ega va kamida 15 yil pedagogik ish stajiga ega bo'lgan o'qituvchilarga uy-joy sotib olish uchun ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratiladi. Subsidiyani olish uchun pedagog davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza topshiradi. Ariza elektron tarzda ko'rib chiqiladi va talabgor haqidagi ma'lumotlar, fuqaroligi, ish staji, oliy malaka toifasi, daromadlari hamda kredit tarixi tegishli vazirlik va idoralar axborot tizimlari orqali avtomatik tarzda tekshiriladi. Ijtimoiy mezonlarga muvofiq deb topilgan talabgorga subsidiya ajratish yoki rad etish to'g'risidagi elektron xabarnoma yuboriladi. Shundan so'ng pedagog ishtirok etuvchi tijorat bankini tanlab, uy-joyini birlamchi bozordan ipoteka krediti asosida sotib oladi. Bank kredit ajratish masalasini belgilangan tartibda ko'rib chiqadi va notarial shartnoma rasmiylashtiriladi. Xulosa: agar siz oliy malaka toifasiga ega bo'lsangiz va 15 yillik pedagogik ish stajiga ega bo'lsangiz, subsidiya olishingiz mumkin. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.